Jitel shunaqa gaplardigan. Ha, xullas tushundingiz. Aytmoqchi, kechqurun tushib qolibdim-a? Voy, men uyga borishim kerak, tezroq uxlab, ertaga voqli turishim kerak. Bo'pti bo'lmasam-a? Voy, yana ozgina gaplashardik. Ertaga kelaman, bo'pti. Ha, mayli. Hop. Barchaga salomlashlar, tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Fiko. Bolalar, короче, men yangi qishloq hayoti videomizga xush kelibsizlar. Men hozir kechqurun va bitta Jitel do'stimnikidan g'iybat gaplashib qaytamiz. Ular hozir kech necha bo'lganini ham bilmayman, bori. Bir 12 lar qoldi shekilli. Endi uyga. Hoy, Fiko, shu yerdamisan? Xo'sh, tez. Birov bo'lsa kerak. Kim bu? Voy. Voy. Bu nachilar? Qanaqa kiraman? Uyim oldida qanaqadir bir manyak turibdi. Voy. Qanaqa o'taman bu yerdan? Voy, balakat. Bu manyak haqida oldin eshitdim. Hozir qayerda? Ana ko'chada uxlaymanmi? Voy. La'natda. Aylanib o'tib ko'raylik-chi. Sekin. Hoppa. Hop. Orqasidan o'tamiz. Ana, nimaga bu meni eshigimni tagida turibdi? Meni kutyaptimi ekan? Voy. Oynadan ham osholmayman-da, chunki oynadan sig'mayman. Voy, balakat, mayli Jitelni oldiga borishimiz kerak menimcha. Jitel, shu yerdamisan? Ha, nima bo'ldi yana kiror? Yaxshimisan? Xullas, hozir ketyotgandim. Uyim oldida qanaqadir bir manyak turibdi. Nima manyak jinnimisan, uying oldida? Qanaqa manyak? Bu yerlarda manyak degan narsalar yo'q. Boring, uxlang. Voy, o'z ko'zim bilan ko'rdim, qara. Meni eshigim tagida xuddiki meni kutayotgandek ertalabgacha. Bilmadim, qanaqadir bir Jitelda kulrang kiyimda. Voy, u haqida kitoblarda eshitdim. Kitoblarda qo'ysang-chi, shunaqa manyaklar kitoblarda yoziladimi? Sen bilmaysanmi, o'qigan kitoblarni tushunyapsan? Bo'pti. Xullas nima qilaman? Sanikida uxlab turay, ertalab chiqib ketaman. O'zinikida uxlar, u manyak emasdir, просто oddiy Jiteldir. O'zining ko'ziga qorong'ida shunaqa ko'ringandir. Yo'q, rostdan, obunachilar mana o'zinglar aytinglar kommentariyada. Rostdan shunaqa ko'rdim. Iltimos, shu bir kecha yotib qolay. U borsam menimcha meni o'ldiradi. Bo'pti, faqat qisilib yotamiz, bu joy tor. Bo'pti, mana maytga tepasiga sen yotsang, men pastga yotaman, okey? Bo'pti, hozir ko'rib olay. Aha. Jitel, yaxshi uxladingmi? Men ertalab sahar turganman. Nima ko'p uxlaysan? La'nati, seni nasingdan chiqolmayapman. Voy, uzr. Xullas, joy berganingga rahmat. Men uyimga ketdim. Menimcha ketgan bo'lsa kerak. Bor tezroq, baribir bu yerda yana bir kun qolmaysan, tushundingmi? Tipmi? Mayli. Obunachilar yana bir bor salom, ertasi kun. Tak. Menimcha u ketgan. Menimcha ketgan bo'lsa kerak. La'nati. Bunaqa yolib qo'shnim ham uyda yo'q. Menimcha hech kim yo'q bo'lsa kerak. Qanaqadir bir pochta qutisi paydo bo'lib qoptimi? Qiziq. Ishda nima bor ekan? Qanaqadir bir xat. Tushunmadim, mayli keyin ochib ko'ramiz. Uyimda hech kim yo'q. Ammo hech nima o'g'irlanmagan, hamma narsa joyida. Qilishlar xatda nimadir yozib qo'yilgan ekan. Qiziq, ishni qulflaylik. To'xtanglar. Ya'ni kalt bilan qulflab qo'y. Kimdir kelib qolmasin. Okey. Aha. Tak. Okey, ochamiz bo'lsa. Menimcha u o'sha manyakdan. Kecha keldim, uyda yo'q ekansan. Bugun men seni kuzataman. Senga sovg'am bor? Bundachilar u meni to'shni o'ldiradimi deymanda. Ballaka, tashqariga chiqishga ham odam qo'rqib qoldi. Meni kuzatarmish. Qayerdan kuzatadi? Oldimda hech kim yo'q men. Hech kim yo'q. Hamma joy toza. Voy, suvga ham tushib ketdim. Mayli, xullas fermada ishlarni qilib olaylik, keyin bir nima bo'lar, okey, telefonimni olaman.
Aha. Voy, qanaqa sovg'a ekan, qiziqayman. Balakat. Ishqilib bitta qurol bilan kelib turib, vaq etib otib tashlamasa bo'ldi. Bilmadim. Obunachilar like bilan obuna bosib qo'ysanglar bo'ldi. Bu kanalni tezroq 1000 ta obunachi qilib qo'yishimiz kerak. 1000 ta bo'lsa, chotki bo'lashini, chotki. Prosmotrlar so'rin, lekin nimaga obuna bo'lmayapsizlar sizlar? Men shu narsaga tushunmayman. Ay, 5 sekund. 5 sekund emas, 3 sekund vaqtingiz ketadi. Obuna bo'lib qo'ying. Shundoq. Okey, mayli, xo'p, fermaga qarab olamiz. Uyga narsalar olib kelishim kerak. Men u narsalarni olib kelib, kerak emas, buni tashlab yuborsak ham bo'laveradi. Voy, tiqilib qoldim. Okey. Obunachilar, o'sha maniak qayerdan o'zi aytgan bo'lishi mumkin? Qo'y, jetel yaxshimisan? Nimalar olib kelding bugun? Unchalik ko'p narsa emas, ammo anavi bitta maniak jetel haqida eshitganmisan? Kulrang rangli, tishi uzun. Ha, u haqida kitoblarda eshitganman. Nima, hamma jetellar kitobda eshitganmi? Bitta jeteldan ham so'rasam, voy pulim. Bitta jeteldan so'rasam, u ham shunaqa dedi. Qayerdan eshitgansizlar sizlar? Bu aytilmaydi-da, tushunyapsan? Xullas, u jetel juda ham vahshiy bo'ladi. Ko'zdan tushgan narsani o'ldirib yubormasdan qo'ymaydi, tushunyapsan? Ha, yo'q, men uni kecha uyim oldida ko'rib qoldim. Ishqilib menga bir nima bo'lmaydi. Obunachilar, pullarni pulga aylantirib, ya'ni sabzavotlarni sotib oldik. Endi uyga borib mazza qilib YouTube kanalini yoki bir kino ko'rsak ham bo'ladi. Okey, tak. Aha, endi bularni qo'yib. Aha, endi nima ko'rsak bo'ladi obunachilar? Nima variantlar bor? Men masalan, okey, hozir sizlarga ko'rsataman qaysi kinoligini. Yana uxlab qolman. Shu ket soat kino ko'raman deb uxlab qolman. Voy, balakat, kechqurun tushib ketibdi-yu. Kim taqillatyapti? Voy, Fiko, musammasan? Eshikni och. Tushunmadim. Nashla. Kim bo'ldi? Menimcha, u maniakmikin, ha? Chiqoqol tez, senga juda ham zo'r sovg'a bor. Hay, balakat, sovg'a haqida gapiryapti. Aniq o'sha. Lekin qanday bilib olsam bo'ladi? Hozir eshikdan qarash xato bo'ladi. Shuning uchun ana uni olib, qilichimizni olib, tak. Okey, mana o'ynani buzishga harakat qilamiz orqa tomondan ko'rish uchun. Da. Sekin orqa tomondan o'tib ko'ramiz. Ana turibdi. Voy. Bunachilar nima qilamiz? Voy, balakat. Obunachilar, nima deysizlar, qarab ko'raymikin? Nima bo'lsa bo'ldi. Oy. Nima qilyapsan bu yerda? Mendan nima xohlaysan? Namuncha qo'rqasan mendan? Qanaqasiga qo'rqmaslik mumkin? Axir sen maniaksan-ku. Qanaqa maniak? Ko'rinishim menimcha shunaqa bo'lgan ekanmi? Ha, jetel, voy, qishloqda ko'p jetellar ham seni maniak deyishdi. Nima xohlaysan mendan? Nima 1-2 kundan beri meni uyim oldida yuribsan? Xullas, men do'stim yo'q. Do'st orttirgan shu qishloqqa keldim. Sen meni do'stim bo'lmaysanmi? Do'st? Aniqmi? Ha, do'st bo'lish uchun mana tort ham tayyorladim. Mana shu sovg'a edi. Shumi? Aha, sen bo'lsa mendan qo'rqib yuribsan. Uzr. Xullas, tort o'zing pishirdingmi? Ha, o'zim pishirdim. Boshqa jetellarga ham aytib qo'y, men zararsizman. Rahmat tort uchun. Do'st bo'lsak bo'laveramiz. Men boshqa jetellarga ham aytib qo'yaman. Aytgancha, bizni qishloqda qanchadan beri yuribsan? Kelganimga unchalik ko'p bo'lmadi, lekin bu yerda o'zim yashashga qaror qildim. Menga uy topilmaydimi? Uymi? Bu yerdan gaplashib so'rab ko'rsam bo'ladi. Unga ham tort pishirib bersang, juda ham zo'r bo'lardi, xursand bo'ladi. Tort. Aha, mayli, yana bitta qilaman.
ha, ichkariga kir xohlasang. Yo'q, hozir ozgina ishlarim bor, yana tort pishiray. Bo'pti bo'lsam. Mayli, men ham hozir kelaman shundoq. Obunachilar xolos. Mana bu maniak deb o'yladim, bu oddiy anaqa ekan. Просто do'st bo'lish ekan maqsadi. Bu chet elda nima deymiz, omadini bersin. Xolos, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Merga ham hozir aytib ko'raman o'sha chet el haqida. Menimcha u ham qishlog'imizga moslashib ketsa kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Xolos, videomiz tugadi. Hammaga xayr.